Xo'sh, do'stlar, hammaga salom. Yana sizlar bilan Fayziko'z. Do'stlar, 3-qismini hammani chiqardim. Chiqarishni boshlayapman. Nega o'sha 2-qismda to'xtab qoldi deganlar uchun menga bilmasam bo'ladi. Mer telefon qildi. Qayerdasan dedi. Men o'rmonda shunaqa video olyapman desam, necha kunlardan qaytasan desa, ertaga dedim. Voy, zombi do'stlar, zombi. Do'stlar, zombi. Hozir buni parchasini chiqarib tashlayman. O'zi chiqdi-yu. Xullas, do'stlar, menga shunaqa dediki, mer, xullas, senga ish bor, tezroq kel dedi. Qanaqa ishsan, kelganingda ko'rasan dedi. Voy, do'stlar, kamonchi bu yerda. Keyin men borarman dedim. Endi shunga hozir ana shu zombini o'ldirib, sekretda keyin sizlarga gapirib beraman. Xullas, qanaqa ishligini menga aytmadi-yu, mer, mayli endi. O'ldi u ham do'stlar, nimalar bo'lyapti? Mayli endi. Xullas, mana do'stlar, men o'zimga nima qilib kelyaptim? Daraxt olib kelyapman mana. Xullas, hozir men uyimni nima desam bo'ladi, bir ajoyibroq qilaymikan do'stlar. Xullas-da mana. Nima bo'lsa menda qilib tashlab beraveraman. Xullas, mana daraxt bor. Endi mana ko'rdinglar-a do'stlar. Naqalar bor, nima edi? Zombilar o'shalardan himoyalanish uchun, himoyalanish maqsadida men o'zimga shunaqa quraman. Qurmasam bo'lmaydi-da. Bo'ladi, do'stlar, mana kirib chiqqani yaxshi. Xo'sh, endi onasini ham tashqaridan qo'yish kerak-ku. Xullas, mana bitta ortiqcha qo'yib yuboribman tepasiga. Mayli do'stlar. Bizga jalka emas, xullas qurib olamiz endi. Xo'sh, yo to'g'ri qo'yibman. Boshim tegib turmaydi-ku do'stlar. Xo'sh. Mana do'stlar, qurban bo'lyapmiz. Xo'sh, endi buni qurib olay. Ana. Endi do'stlar, tomoni voy, yetmas ekan-ku do'stlar, yo yetadimi? Yetmasa borib olib kelamiz. Bizning ishimiz shu. O'zi tomoni yopmas ekan bo'lardi. Baribir yopish kerak. Nega yopish kerak emas, do'stlar, yopish kerak. Xo'sh, hozir bizga bolta kerak. Bolg'ani olib, daraxt chopib kelganimdan keyin sizlarga ko'rsataman. Hozirchalik esa xayr do'stlar. Xayr bas, ko'rishguncha hozir men daraxt chopib kelay, hop. Xo'sh, buni ham chopib olsam bo'ldi. Xo'sh, bo'ldi do'stlar. 25 ta daraxt chopib olindi. Endi o'zimizning kulbamizga qarab yo'l olamiz. Xo'sh. Aytgancha do'stlar, sizlarga bitta gapim bor. Hammaga rahmat do'stlar. Bu meni yangi kanalim bo'lishiga qaramay, o'sha 4 kunning ichida nechta prosmotr bo'lib ketdi. Bitta qo'ygan videoyim birinchi mening qishlog'im degan. Ana shu videoyim bir kunda ichida 956 ta prosmotr yig'di menimcha. Shunday edi do'stlar. Hammaga rahmat. 4 kunning ichida menga 16 ta obunachi olib keldi. Hammaga rahmat do'stlar, qo'llab-quvvatlaganinglar uchun. Bundan buyog'iga ham qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Podeshkada bo'lib tursanglar do'stlar. Zo'r kontentlar bizdan, sizlardan obuna. Davay do'stlar. Xo'sh, endi nima qilamiz? Kutamizki tushishni. Xo'sh, la kecha tushib qolsak-ku. Xullas do'stlar, men 2 soatdan beri turdim. Zombini bir kecha ham tushgani yo'q. Shu quyosh botyapti, birorta odam narsa bo'lsa ko'rib qolar mana do'stlar. Yaramas. Tupoy, nima qilding? Uryapsan nima? Boshingdan chopib uraman, yaramas. Qishlog'im bu tomondamidi?
Do'stlar, qayerda edi qishlog'im? Bilamanlar, topolaman, o'rmonda qolaveraychi. Ay, oyog'im. Bu yerda jarlik bor dedi-yu. Shu g'orni ichidan skelet do'stlar, hozir uni toplaymiz, qaranglar. Come on baby. Ma yaramas. Ay, tiqilib qoldi. Ay. Meni hali hech kim yaxshilik ko'rdi. Qaranglar do'stlar, hozir nari burchagiga teshib chiqamiz. Ana aytdim-ku do'stlar, men nima sizlarga lo'qmanmi? Mana yo'l ochib qo'ydik. Ko'mir olib olaymikin-a? Voy. Creeper bormidi? Mayli. Mana tez olib olay. Xo'sh. Ko'p shekilliga do'stlar. Xo'sh. Shuncha yetadi. Qanday yetadi? O'zi shuncha ekan. Xullas, bo'ldi do'stlar. Qorong'i qachon tusharkin? Mana. Bu yerda pachavasi chiqib ketibdi, qaranglar. Menda ortiqcha bloklar bor-ku, mana. Odamlarga yaxshilik qilaman. Tuzoqda bu haliga keladi. Tuzoq bo'lmasligi ham kerak-ku. Mana shunday ustidan qo'yib, bular qattiq ushlaydi. Temirim ham bor ekan do'stlar. Yo'q. Bu temirdan birorta narsa yasayman. Xullas, kecha tushib qoldi. Tushadi hozir kech. Hop. Yana nima ortiqcha bunda? Chetga qo'yib ishlatib olay. Bu ortiqcha bo'ldi. Boshqa hech narsa ortiqcha bas. Mana bu zo'r narsada do'stlar havoda turadi. Valloh turadi. Tezroq kulbakga kirib damimni olganim yaxshi-da. Hozir yana creeper kelib bombalatmasidan hop. Ana rona yetar ekan do'stlar. Xullas ketdim mana. Xo'sh, endi shu yerda qoldik. Mana bu yerlarda o'chib tashlay. Birorta zombi bo'lsa chiqib urishaman. O'zi qo'rqib o'tiribman. Yana urishaman deyman, mayli. Mana shu yerda ochib qo'yaylik. Kelganni yo'raman demayman-da do'stlar, uxlayman. Tomog'im bo'g'ilib qoldi, o'rmonda yashayapman. Tomog'im bo'g'ilib qoldi. Xullas, hammaga xayrli tun do'stlar. Xayr. Ertalab tushibdim ekan. Voydod. Voy, bellarim og'rib ketdi-ku bu yerda. Ustimga birorta yashroq uranchiqam yo'q. Ertalab tushibdi do'stlar. Ketaman bu yerda. Yoqmadi menga umuman. Endi ana o'shalarni dabdalasida chiqaraman men. Cho'milib ketay. O'rtasi bu yer ekan. Maza do'stlar. Bet-betda yuvoldik. Endi esa uyga qarab yo'l olamiz. Xo'sh, bizga kerak narsalarni shitlarga qo'yib ketamiz. Birorta odam kelsa, nima bu deb qoladi. Bas, bizga yana nima keraksiz? Mana shu keraksa. Hop. Bilasizlar, mana do'stlar, daraxt ekib turinglar. Daraxt haqida foydali kislorod angidrid chiqaradi.
Shunaqa bilan yetibman. Shunaqa qishlog'imni topolmayapman. Shu tarafdan kelgan edim-ku. Do'stlar. Shunday qilib qishlog'imni yo'qotib qo'ydim-ku. Qani meni qishlog'im? Biraz topolaman hozir. Do'stlar mana qishlog'imni ancha uzoqlashibman. Qaranglar qanday chiroyli qishloqcham bor-ay. Yetib borisham qiyin-ay. Chiqib olam. Endi yetib borish kerak. Bizga janob mer ish buyurmoqchi edi. Qani borib, oldin esa u jitelni dabdalasini chiqaraman va janob mer menga bergan ishda keyingi videolarda qilamiz, do'stlar. Mana qornim ochib ketdi. O'tirib narsa yeyish kerak-a. Suv bo'lsa zo'r bo'lardi-da. Uyingda suv bor, polizlarni suv desanglar, bu ichadigan suv bas. Mana bu magazinchi tog'a mahir magazinda ish qilishim kerak edi-ku, do'stlar. Voy, esim qursin. Magazinchi kelib aniq dabdalamni chiqaradi. Pullar yo'qolmagan bo'lsa bo'ldi-voy. Pullar joyida ekan, olib ketay o'zim bilan. O'zim pulimdan qo'shaymikin, do'stlar. Shunaqa qilib qo'yaveraman, bo'lmasam dabdalam chiqadi. Man o'zimga stek $1 bitta zumruddan edi. Men o'zimda nechta edi hozir? 8 edi, do'stlar. 1 2 3 4 5 ta olaman. Toruzdan 1 2 3 4 5. Shu yerdagi bular hammasi 1 zumruddan. Bular sal qimmatroq. Menga narxini necha deydi? Olganimda 1 stak diyordimi? Yana bilmadim. Bularda pulini aytmadi. Menga shularni va mana bu yerdagi narsalarni aytib ketgan, faqat qator asboblardan tashqari. Men 5 ta bundan